Assalomu alaykum. Bugun siz bilan gaplashadigan asosiy mavzumiz stomalar atrofidagi choklarni olish kerakmi, yo'qmi? To'g'ri savol. Stoma atrofidagi choklar olinish kerakmi, yo'qmi? Bu birinchi etapda bo'lgan operatsiyaga bog'liq. Sizni operatsiya qilgan kirurg bilan aniqlashtirib olganingiz ma'qul. Bu choklarni oldirish kerakmi, yo'qmi? Chunki yoqda ikki xil chok ishlatilishi mumkin. So'rilib ketadigan, so'rilib ketmaydigan. So'rilib ketadigan choklar odatda bizda hozirgi paytda vikril ko'proq ishlatilyapti. Bu 60-70 kunda so'rilib ketadigan choklar bo'ladi. So'rilmaydigan choklar bu kapron ham bo'lishi mumkin, monofil ham bo'lishi mumkin yoki boshqa turdagi iplar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, ularni olib tashlagan ma'qulroq ko'pincha. O'zi umuman so'riladigan va so'rilmaydigan choklarni ham shaxsiy o'sha tajribamdan kelib chiqqan holatlarda oldirib tashlashni 20 kun yoki 25 kunda oldirib tashlashni tavsiya qilaman. Odatda adabiyotlarda 10 kun, 12 kunda olib tashlash tavsiya qilinadi. Faqat teri bilan ichak orasidagi bir-biriga yopishib ketishda inobatga olgan holatda yo'da teri bilan teri emas, teri bilan ichak bir-biriga yopishib ketishi kerak. Shuni inobatga olgan holatda 20 kun, balki undan ko'proq vaqtlarda olib tashlash tavsiya qilish mumkin. O'shanda ham jarohatni holatidan kelib chiqqan holatlarda hatto so'rilmaydigan choklar qo'yilganda ham olib tashlanmasligi mumkin. Biz ko'proq bemorlarga choklarni ertaroq oldirib tashlashni tavsiya qilamiz, chunki choklar chuqurlashib ketgan sari keyin olganda ichak bilan tashqi muhit orasida qo'shimcha oqma yara hosil bo'lishi ehtimoli bor uzoq qolib ketgan choklarda va so'rilib ketadigan choklar bo'lgan taqdirda ham o'rnidan keyin qoladigan chandiqlari biroz qo'pol qoladi va stoma atrofida qo'shimcha qadr budurliklar, notekisliklar paydo bo'ladida keyin o'sha najas qopchalarini yopishtirishga bir qancha noqulayliklar tug'diradi. Stoma atrofidagi choklar bilan bo'ladigan bugungi suhbatimiz shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom etsangiz, kichik, ammo siz uchun juda muhim bo'lgan mavzular bilan tanishib olishingiz mumkin.